Qiyomat kuni Allohning oldiga bir kishini olib kelishadi. Alloh u haqida aytadi. Uni olovga tashlanglar. Uni olovga uloqtiringlar deydi. Farishtalar u odamni olovga sudrab ketishadi. Yo'lda u odam Allohga o'girilib qaraydi. Uni sudrab ketishmoqda, u esa o'girilib Allohga qaraydi. Alloh taolo uni qaytarishni buyuradi. Uni qaytarishgandan so'ng u bu gunohkordan so'raydi. Nega o'girilayotgan eding? Bu gunohkor aytadi, sen haqingda bunday gumonda emas edim. Alloh so'raydi, men haqimda qanday gumonda eding? Meni kechirasanmikan deb o'ylagan edim deydi. Shunda Alloh aytadi, men seni kechirdim. Qanday qilib uni yaxshi ko'rmaslik mumkin? Alloh taolo aytadi, ey odam bolasi, modomiki sen menga duo qilib, mendan umidvor bo'lar ekansan, gunohing qanday bo'lishidan qat'iy nazar parvo qilmasdan mag'firat etaman. Ey odam bolasi, agar gunohing bulutlarga qadar yetsa-da, mendan istig'for tilasang, seni mag'firat etaman. Ey odam bolasi, agar sen huzurimga yer yuzini qoplaydigan gunohlar bilan kelsang va menga hech narsani shirik qilmagan holda ro'baro bo'lsang, men seni yer yuzini qoplaydigan mag'firat bilan qarshi olaman.